Assalomu alaykum, Alimov TV'ning podpischilari. Sizlarga mashinalardan ham ancha-muncha ko'rsatib turaman. Mana bu Matizimiz 2014-yilgi Matizimiz kelib qoldi. Akalar, mashina motor, korobka, xadovkalarida umuman qilinadigan ishlari yo'q ekan. Balonlari zimniy ekan. Atak 4 ta yangi zimniy balonda. Orqa oldi ponni butun. Akamiz sotish niyatida olmadim uka buni. O'zimga minaman deb tayyorlar, magnitofonlarni qo'yib, hamma yo'g'ini chiroyli qilib qo'ydim. To'g'ri gap, pul zaril bo'lib qoldi deyapti. Salonning orqa tarafidan ko'rishni boshlaymiz. Chexollarni kiygizib qo'ygan. Xo'p. Salonni bitta ko'radigan bo'lsak, akalar, saloni ham yaxshi, toza holatda turibdi. Chexollari hamma kiygizilgan. Laboylarda treshinalari yo'q. Monitorlar ko'rib turibmiz, chiroyli qilib monitorlarni qo'yib qo'ygan. Zadniga urganda kameralarigacha ishlaydigan qilib, korobka mexanika ekan, akalar. Korobkasi mexanika. Mashinani orqa oldi polni butun. Gidravlikasi bor ekan, o'zi atak mashina bazaviy komplektatsiyada, ya'ni eshiklari manaqa separator deb qo'yamiz-ku, ruchnoy ko'tarilib tushiriladigan holatda ekan. Mashinamiz yaxshi, hali o'zingizni Matizingiz bo'lsa ham bemalol sotib yilini yangilab olsangiz bo'ladi. Matizlar bilamiz, ekonomishniy bo'ladi. Ayniqsa mana bu bazaviy komplektatsiyadagi Matizlarimiz rosa ham ekonomishniy hisoblanadi. Akalar, bu mashinamiz arzon tushyapti. Yiliga qaraganda ancha arzon tushyapti. 2014-yilgi mana shu Matizimiz 300 ming so'm kami bor qo'yyapmiz. Egasining nomerini описаниеda qoldiryapman. Egasiga telefon qilib yana ham kam ko'zlarni gaplashib avvalish sizlardan chiqmasin. Podpiskani bosganmizmi? Bosmagan bo'lsangiz, mana shu sizlar ko'rib turgan Alimov TV'ning YouTube kanali bo'ladi. Bizning kanallarimizga podpiska bosib qo'yish ham sizlardan chiqmasin. Rahmat.